Gripp nima? Gripp bu o'tkir respirator virusli kasallik bo'lib, nafas olish tizimining bir qancha a'zolarini shikastlaydi hamda bir qancha asoratlar keltirib chiqarishi mumkin. Endi gripp bilan kasallanmaslik uchun nima qilish kerak? Albatta vaksina olish kerak. Vaksina bu virusni kuchsizlantirilgan yoki o'ldirgan formasini organizmga kiritish orqali organizmda immunitet hosil qilish. Ya'ni bu vaksinatsiya kimlarga qilinishi kerak? Albatta hamma odamlarga qilinsa yaxshi bo'ladi. Asosan bolalarga, homiladorlarga hamda 65 yoshdan yuqori keksalarga hamda surunkali kasalligi bor odamlarga qilinsa yaxshi bo'ladi. Chunki ularda kasallik bilan kurashuvchanlik hamda asoratlar kelib chiqishiga moyillik yuqori bo'ladi. Endi bu gripp vaksinatsiyasini qanaqa nojo'ya ta'sirlari bor? Nojo'ya ta'sirlari shu vaksina qilingan joyda qizarish bo'lishi, og'riq bo'lishi, isitma chiqarishi, shunga o'xshagan bir qancha holat bo'lishi mumkin. Endi gripp vaksinasini kimlarga qilib bo'lmaydi? 6 oygacha bo'lgan bolalarga hamda allergiyasi bor bo'lgan odamlarga qilish mumkin emas. Undan tashqari hozirgi kunda gripp vaksinasi qanaqa turlari bor? Hozirgi kunda O'zbekistonda Vaxiy Gripp Tetra bu Fransiyaniki, eng ko'p ishlatiladiganlar Influvac Tetra Niderlandiyaniki hamda Ultrex Quadri Rossiyaniki. Shu ko'rinishdagi vaksinalarimiz ishlatiladi hamda gripp bilan kasallanishni oldini oladi hamda sifati yuqori bo'lgan vaksinalarimiz qatoriga kiradi.